2008-yilda Yevropa va butun dunyoni larzaga solgan voqea. Avstraliyalik nafaqaxo'r va sobiq elektrotexnika muhandisi Joseph Fritzl qizini 24 yil davomida o'yining yerto'lasida qamab qo'ygan. Keling bu mudhish voqeani batafsil yoritishga harakat qilaman. Amstetten, Avstriyadagi kichik shaharcha bo'lib, gulzorlar va atrofi yashil tepaliklar bilan faxrlanadi. Bu tinch va hurmatli joydir. Shunday joyda Fritzl oilasi uyi joylashgan. Bu tinch shaharchada aqlga sig'maydigan voqea sodir bo'lgan. Joseph Fritzl 21 yoshda 17 yoshli Rosemary bilan turmush qurgan. Ularning 7 farzandi bo'lgan. 1966-yil 6-aprelda tug'ilgan Elizabeth ulardan biri edi. 11 yoshidan boshlab Joseph Fritzlning qizi zo'ravonlikka uchradi va 18 yoshida u maxsus qurilgan yerto'laga qamab qo'yildi. Joseph bundan oldin Elizabetga qandaydir diniy sektadan xat kelayotgani va qizi bir kun qochib ketishini yozib kelgan. Lekin keyin ma'lum bo'ldiki, bu xatlarning hammasini otasining o'zi yozib kelgan. Uni o'g'irlab ketish kuni erkak qiziga hushidan ketishga sabab bo'lgan giyohvand modda bergan. Elizabet hushiga kelganida u allaqachon kishanlangan va kichik yer osti xonasiga qamab qo'yilgan edi. O'shandan beri qiz bedarak yo'qolgan deb hisoblangan. Metal eshiklar, bir nechta qulflar va ovoz o'tkazmaydigan narsalar uni qochish imkoniyatidan mahrum qilgan. U yerda mutlaq zulmatda Elizabet yoshlik va voyaga yetgan yillarini o'tkazdi. Elizabet qulflangan podval 60 kvadrat metrlik kvartiraga aylantirilgan edi. Unda ikkita yotoq xonasi, oshxona va dush bor edi. Bu bunker 300 kilogramlik po'lat eshik, elektr motor va elektron kombinatsiyalangan qulf bilan yopilgan edi. Bu dahshatli asrlikda Elizabet yillar davomida otasi tomonidan zo'rlangan va 7 farzandni tug'gan. Yangi tug'ilgan qizlaridan biri tug'ilganidan ko'p o'tmay vafot etgan. Yordam so'rash o'rniga Joseph uning jasadini pechda yoqib yuborgan. Bu voqea uning ishidagi eng dahshatli epizodlardan biriga aylandi. Fritzl yuqorida tilga olingan yana 3 ta bolani podvaldan olib, ularni rafiqasi Rosemary bilan birga tarbiyalagan va xotiniga bolalarni Elizabeth sektada yurib, tug'ib tashlab ketgan deb ishontirgan. Mahalladagi hech kim hech qanday savol bermagan. Bolalar to'liq ko'z o'ngida ulg'ayishgan. Bu orada qolgan 3 ta bola Kristin, Stefan va Felix hech qachon osmonni ko'rmagan edilar. Ularning dunyosi shiftdan osilgan lampochkalar va eshik tashqarisidagi qadam tovushlaridan iborat edi. Ular uchun yuqori qavatdagi haqiqat shunchaki xayoliy hikoya edi. Bu orada Joseph yuqorida oddiy hayot kechirgan, oilasi bilan dam olishga borgan, qo'shnilar bilan har doimgidek hayot kechirgan. Lekin bir kuni u katta xatoga yo'l qo'ydi. 19 yoshli qizi Kristin rivojlangan infeksiya tufayli komaga tushib qoldi. Elizabet otasidan uni kasalxonaga olib borishni yolvorib so'radi. Joseph esa bunga rozi bo'ldi. U og'ir ahvolda kasalxonaga olib ketildi. Kasalxonada shifokorlar hayratda qolishdi. Qiz kampirga o'xshardi. Tishlari yo'q edi, terisi quyosh ko'rmaganidan o'limga olib boradigan darajada oqarib ketgan edi. Juda ozib ketgan, ko'p infeksiyalar bo'lgan. Eng muhimi tibbiy yozuvlar yoki hujjatlar yo'q edi. Go'yo u hech qachon mavjud bo'lmagandek. Shifokorlar politsiyaga murojaat qilishdi. Politsiya ommaviy axborot vositalariga murojaat qilgan. Televideniyada esa shoshilinch murojaat boshlandi. Agar siz bu qizning onasi bo'lsangiz, iltimos bu yerga keling. U og'ir ahvolda degan ma'lumotlar tarqatilgan. Qiz hushiga kelgach, ular undan ma'lumot so'rash uchun bosim o'tkaza boshladilar. Joseph o'yin tugagan bo'lishi mumkinligini angladi. U Elizabetni kasalxonaga olib kelishga majbur bo'ldi. Unga hech qachon hech narsa demaslikni qattiq buyurdi. Politsiya ham shifokorlar ham 42 yoshli ayolning ahvolidan dahshatga tushishdi. Lekin Elizabet hamma narsani oshkor qildi. 18 yoshli Stefan va 5 yoshli Felix darhol yerto'ladan ozod qilindi. Joseph Fritzl hibsga olindi. Rosemary uydan chiqib ketdi. U oyoqlari ostida nima bo'layotganidan hech narsa bilmasligini da'vo qilgan. 73 yoshli Joseph Fritzl ustidan sud jarayoni 2009-yil 16-martdan boshlangan. Dastlab u ba'zi ayblovlarni rad etgan, ammo Elizabetning ko'rsatmalari, video tasmasi ko'rsatilganda u hamma narsani tan oldi. Barcha ayblovlar bo'yicha aybdor deb topildi. Maksimal xavfsizlikdagi psixiatrik qamoqxonada yakka kamerada umrbod qamoq jazosi berildi. 2023-yilda Fritzl advokati bilan birga xotiralar yozgan. Kitob Joseph Fritzlning tubsizlik
farzandliklari deb nomlangan. Unda u bir kun kelib oilasi bilan yarashish umidini bildirgan. 2024-yil yanvar oyida 88 yoshli jinoyatchiga demensiya tashxisi qo'yilgan. Elizabet va uning farzandlariga yangi ismlar qo'yildi va ular noma'lum qishloq deb nomlangan maxfiy joyga ko'chirildi. Uy 24 soatlik video kuzatuv ostida va politsiya doimiy ravishda hududni patrul qiladi. Onasi bilan munosabatlarni tiklash uzoq vaqt talab qildi. Bolalar yillar davomida intensiv terapiyadan o'tdilar. Ular odamlar bilan gaplashishni va ochiq osmondan qo'rqmaslikni o'rgandilar. Psixologlarning aytishicha, bunday travmadan to'liq tiklanishning iloji yo'q. Faqatgina bu bilan yashashni o'rganish mumkin edi. 2019-yilda Elizabet o'zining tansoqchilaridan biri Thomas Wagnerga turmushga chiqdi. Ularning munosabatlari mustahkam. Thomas farzandlari bilan do'stlashdi va hozirda baxtli hayot kechirmoqda.